Assalomu alaykum. Bugun migren kasalligi haqida gaplashamiz. Migren bu surunkali bosh og'rig'i hisoblanadi. Nevrologik kasallik. Bunda bosh og'rig'i asosan lo'qlovchi tipga ega bo'ladi. Migrenda ikki xil turi bo'ladi: aurali va aurasiz. Aurali turi bunda bemorda bosh og'rig'i xurujlari paydo bo'lishidan avval belgilar kuzatiladi. Masalan, qo'l-oyoq uvishishi, ko'z oldida miltillovchi qora nuqtalar paydo bo'lishi kechadi. Aurasiz turida esa bemorda og'riq hujlari to'satdan paydo bo'ladi va oldindan belgilar kuzatilmaydi. Asosiy belgilari shu: boshni bir tarafida og'riq bo'ladi ko'pincha va bemor yorug'lik, har xil tovushlarga nisbatan o'ta sezuvchan bo'lib qoladi va tinch qorong'u xonani istaydi. Ko'ngil aynishi, qusish holatlari ham kuzatilishi mumkin va jismoniy faoliyatga nisbatan kuchsiz bo'lib qoladi va har qanaqa jismoniy ish qilganda, masalan, oddiy zinadan ko'tarilganda ham bosh og'riqlari kuchayib ketishi mumkin. Migrenni asosan qo'zg'atuvchi sabablari bu gormonal yoki oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kofeni haddan tashqari ko'p iste'mol qilganda kuzatilishi mumkin yoki kuchli stress, depressiya, ruhiy zo'riqish holatlarida yoki ko'p uxlaganda yoki uyquga to'ymaslik holati va bundan tashqari ovqatlanish rejimi buzilganda, har xil hidlarga nisbatan yoki ob-havo o'zgarganda ham migren xurujlari kelib chiqishi mumkin. Asosiy patogenezda uch shoxli nerv va uni qon bilan ta'minlovchi qon tomirlar faoliyatini buzilishi bilan kechadi. Davolashda asosiy davolash mavjud emas. Bunda asosan simptomatik davolanadi va aynan bosh og'rig'iga qarshi analgetiklar yoki zarur bo'lganda qusishga, ko'ngil aynishiga qarshi vositalar beriladi. Endi migren haqida qiziqarli faktlarga o'tadigan bo'lsak, migren kasalligi buyuklar kasalligi deb ham ataladi. Aynan judayam ko'pchilik mashhurlar shu kasallikdan aziyat chekishgan tarixda. Masalan, Yuliy Sezar, Napoleon Bonapart, Betxoven, Charles Darwin, Zigmund Freyd, Friedrix Nitshe kabi bir qancha insonlarni sanab o'tish mumkin. Bundan tashqari, Alisa mo'jizalar mamlakatida asari muallifi Lyuis Carroll va kubizmga asos solgan Pablo Picasso ham aynan aurali migrenga chalingani uchun shu yo'nalishni xuruj vaqtida chizgan rasmlari deb e'tirof etishimiz mumkin.